Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya Ukrainani bu qish ham muzlatmoqchi. O'zbekistonda kobaltning ichki bozordagi sotuvlari 2 barobargacha tushib ketdi. Tataristonda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning oilalariga 2 million rubldan beriladi. Rossiya va Shimoliy Koreya xavfsizlik bo'yicha hamkorlik qilmoqda. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga Rossiya Ukrainani bu qish ham muzlatmoqchi, 14-avgust kuni Rossiya Mudofaa vazirligining Telegram kanalida dronlar tasviri aks etgan va qishda sizni muz qotishi kutmoqda degan yozuvli post e'lon qilindi. Post Ukraina qurolli kuchlari manfaatlarini ko'zlab foydalanilayotgan port infratuzilmasi va dengiz kemalariga zarbalar berilgani haqidagi xabardan so'ng chiqarildi. Bir necha soat o'tgach Ukraina qurolli kuchlari strategik kommunikatsiyalar markazi o'z kanalida Rossiya harbiy idorasiga javob e'lon qildi. Rossiyaning neftni qayta tashlash zavodlari olov bilan sinamiz. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov hozirgi to'qnashuv chizig'ida jangovar harakatlarni to'xtatishga yo'l qo'yib bo'lmasligini ma'lum qildi. Gap bugun kimningdir qanday qulay yashayotganida emas, bizning odamlarimiz azob chekmoqda. Bu terrorchilik harakatlaridan halok bo'lmoqda. Gap Rossiya davlatining 1000 yillik tarixi oldidagi mas'uliyatimiz haqida bormoqda, dedi Lavrov. Lavrov Rossiyaning Ukrainaga qarshi harakatlarini kuchaytirishini aytib, biz buni allaqachon qilmoqdamiz, ular ingray boshladi deya qo'shimcha qildi. 13-avgust kuni Reuters o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, Ukraina 3-tomon orqali Rossiyaga Qora dengizdagi fuqarolik obyektlarga hujumlarni o'zaro to'xtatish taklifini yuborgan. Chunki mintaqadagi jangovar harakatlar global oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarini xavf ostiga qo'ygan. Bundan bir necha kun oldin Turkiya tashqi ishlar vaziri rahbari Hakan Fidan Anqara, Kiyev va Moskvaga Qora dengizdagi tijorat kemalariga zarba berishga moratoriy joriy etish mexanizmini yaratish bo'yicha takliflar yo'llaganini aytgandi. Rossiya tomoni rasmiy kanallar orqali bu tashabbus shartlarini aniqlashtiruvchi rasmiylashtirilgan turk murojaatini olgani yo'q deb bayonot berdi 14-avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zakharova. Iyun oyida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga ochiq maktub e'lon qilib, unda yetakchilarning bevosita uchrashuvini hamda muzokaralar davomida butun front chizig'i bo'ylab o't ochishni to'xtatishni taklif qilgan edi. 2022-yildan boshlab har kuzda Rossiya qurolli kuchlari qishda mamlakatni elektr energiyasi va issiqlikdan mahrum qilish uchun Ukrainaning energetika infratuzilmasiga zarbalarni kuchaytirib keladi. Jumladan 2024-yil kuzida Rossiya deyarli barcha yirik issiqlik elektr stansiyalariga zarar yetkazib, Ukrainaning umumiy elektr ishlab chiqarish quvvatlarining qariyb 80% ishdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Kelgusi qish arafasida Rossiya qurolli kuchlari asosan Sumi, Chernigiv va Xarkov viloyatlaridagi elektr tarmoqlari infratuzilmasini vayron qilishga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda kobaltning ichki bozordagi sotuvlari 2 barobargacha tushib ketdi. UzAvto Motors o'zining eng xaridorgir mahsuloti Cobalt avtomobili ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Lekin bu modelning ichki bozordagi sotuvlarda sezilarli qisqarish kuzatilmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning birinchi yarim yilligida 82951 ta Cobalt ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichdan 9800 taga yoki 13,5% ga ko'p. Shu bilan birga UzAvto sanoat taqdim etgan sotuvlar statistikaga qaraganda, joriy yil birinchi yarmida UzAvto Motors ichki bozorga 40936 ta Cobalt sotgan. Bu yuqorida keltirilgan ishlab chiqarish hajmining bor yo'qi 49% ni tashkil etadi. Qolgan hajm eksportga yo'naltirilgan va yoki omborlarda o'z xaridorini kutayotgan bo'lishi mumkin. Sotuvlar hajmini o'tgan yilning birinchi yarmi bilan taqqoslaganda joriy yilda kobaltning ichki bozordagi sotuvi 39% ga qisqarganini ko'rish mumkin. Rasmiy statistikaga ko'ra O'zbekiston yanvar-iyun oylarida 130,4 million dollarlik avtomobillar eksportini amalga oshirgan. Bu ko'rsatkich 1 yil oldingidan 5% ga kam. Statistika qo'mitasi ham UzAvto sanoat va UzAvto Motors ham avtomobillar eksportining fizik hajmi va modellari kesimida ma'lumot e'lon qilmaydi. Shu bilan birga UzAvto Motorsning asosiy eksport bozori bo'lmish Qozog'istonda joriy yil Chevrolet sotuvlari keskin oshgan. Qozog'iston avtomobil uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil birinchi yarim yilligida birlamchi avtomobil bozorida Chevrolet sotuvlari 32% ga oshib, 17586 taga yetgan. Shundan 16370 tasi Cobalt hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich bilan Chevrolet Qozog'istonda eng ko'p sotilayotgan avtomobillar reytingida yetakchilik qilmoqda.
Tataristonda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning oilalariga 2 million rubldan beriladi. Avvalroq Tataristonda Ukraina hujumlari oqibatida 13 kishi, jumladan 8 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan haqida xabar berilgan edi. Ushbu hodisada halok bo'lganlarning oilalariga 2 million rubldan beriladi. Bu haqda Nijnekamsk meri Radmir Bilyayev ma'lum qildi. Uning aytishicha, Tatariston rahbari Rustam Minnixanovning qarori bilan halok bo'lganlarning oilalariga 2 million rubl miqdorida tovon nazarda tutilgan. Jabrlanganlarga esa jarohatning og'irlik darajasiga qarab 300 ming rubldan 600 ming rublgacha to'lanadi. Bundan tashqari qisman va to'liq yo'qotilgan mol-mulk uchun ham to'lov nazarda tutilgan. Birinchi darajali zaruriy mol-mulk to'liq yo'qotilganda 156,7 ming rubl, qisman yo'qotilganda 78,4 ming rubl. Moliyalashtirish Tatariston Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan amalga oshirilmoqda. Qalampir o'zining Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanib aniqlik kiritishicha, kompensatsiya pullari o'zbekistonlik marhumlarning ham oilalariga ajratiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlar orasida 2 nafar Tojikiston fuqarosi va 1 nafar turkiyalik shaxs bor. Rossiya va Shimoliy Koreya xavfsizlik bo'yicha hamkorlik qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya va Shimoliy Koreya mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Shimoliy Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, KXDR rahbari Kim Chen In kecha 14-avgust kuni Pxenyandagi Ozodlik minorasiga tashrif buyurib, Ikkinchi jahon urushi yillarida Yaponiyaga qarshi jang qilgan sovet askarlari xotirasini yod etgan. Kim Chen In nomidan qo'yilgan gulchambarga "Biz sovet armiyasi shahidlarining jasoratini unutmaymiz" degan so'zlar yozilgan. Kim Chen In ikki davlat o'rtasidagi qon qardoshlik va jangovar do'stlik merosi kengayib borayotgan munosabatlarning asosiga aylanganini ta'kidlagan. Shuningdek, Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ham Kim Chen Inga tabrik yo'llagan. Xabarda qayd etilishicha, ushbu bayonotlar va Kim Chen Inning tashrifi Moskva hamda Pxenyan o'rtasidagi aloqalar tobora chuqurlashayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi urushda Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi xalqaro xavotirlarni kuchaytirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir necha bor Rossiya Ukrainaga qarshi Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini aytgan. U Pxenyanni Moskvaga raketa va o'q-dorilar yetkazib berishda, shuningdek urush uchun qo'shimcha qo'shinlar va'da qilishda ayblagan. Tahlilchilarning fikricha, Pxenyan qurol dasturlarini oqlash va Pekin hamda Moskva qo'llab-quvvatlovini kuchaytirish maqsadida Shimoliy Sharqiy Osiyoni raqobatlashayotgan bloklar o'rtasidagi maydon sifatida ko'rsatishga intilmoqda. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Pxenyan Rossiya hududiga ittifoqchisini qo'llab-quvvatlash uchun 30-50 ming nafargacha Shimoliy Koreya harbiylari yuborilishi rejalashtirilganini aytgandi.